Juda ham qiziq vaziyat. Yaqinda bo'lib o'tgan Millatlar Ligasida Turkiya hamda Vengriya jamoalari bir-bilan to'qnashib kelishdi va Arda Güler hamda Dominik Szoboszlai o'rtasida jang bo'lib qoldi. O'zi bu ikki futbolchi o'rtasida gap talashuv birinchi marta bo'lmayapti. 2024-yil mart oyida Vengriya va Turkiya terma jamoalari o'rtasidagi o'rtoqlik uchrashuvida Dominik Szoboszlai va Arda Güler o'rtasida kelishmovchilik yuz beradi. Szoboszlai penaltidan yagona golni urganidan so'ng Güler uning oldiga kelib, ba'zi bir gaplarni gapiradi va Szoboszlai unga javob beradi. Sen o'zi kimsan deb. Oradan 1 yil o'tib Millatlar Ligasi doirasida terma jamoalar yana to'qnashib kelishadi. O'yinlardan birida Arda Güler gol urib, ehtimol avvalgi mojaroni eslaydi. Szoboszlaiga jim turishni ishora qildi. Bu ikki futbolchilar ijtimoiy tarmoqlarda ham bir-birini tinch qo'yishmayapti. Dominik Szoboszlai